Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sardorsi. Do'stlar, ovoz ustida ishlashda davom etamiz. Afsuski, kech video olishga ulgurmay qoldim. Birinchi mashqimiz ochiq chalish, loshatka. Og'zimizni sal ochib, tilni tanglayga tekkizib, tovushni chiqaramiz. Tak. Tovushini biram ancha cho'tkaroq chiqaradigan bo'ldim. Keyingi mashqimiz maqom. Og'zimizni sal ochib, tilni og'izni u burchagidan bu burchagiga olib boramiz. Shunaqadan 15 marta. Tak. 15 martadan qildik. Keyingisi trubka. Lablarni oldinga cho'zamiz. Mana qilib turib, o'tgandek. Keyin esa kulamiz. Faqat har bitta holatda 3 soniyani ushlab turishimiz kerak. 15 marta qilamiz. Boshladik. Keyingi mashqimiz aniq talaffuz. Tez aytishlarni sekin va aniq talaffuz qiling. Har bir so'zning tovushiga e'tibor bering. Sekin asta tezlikni oshiring. U yon bu yon yurar quyon, yov yovlasa yugurar quyon. U yon bu yon yurar quyon, yov yovlasa yugurar quyon. U yon bu yon yurar quyon, yov yovlasa yugurar quyon. U yon bu yon yurar quyon, yov yovlasa yugurar quyon. U yon bu yon yurar quyon, yov yovlasa yugurar quyon. U yon bu yon yurar quyon, yov yovlasa yugurar quyon. Ancha tilim kelishib qolibdi. Keyingisi ovozni pasaytirish uchun mashqlar. Og'zimizni katta ochib, 6 marta esnashimiz kerak. Xuddi shu misolda boshladik. Keyingi mashqimiz g'ing'ir. Ovozni yopib, tovushni chiqarishimiz kerak. Ko'krak qafasidagi tebranishni his qilgan holda boshladik. Bitta chuqur nafas olinadi va nafas yetishmaguncha bu tovush chiqarilishi kerak. Kamida 5-6 marta qilinishi kerak. Xonamga chigirtka kirib qolibdi. Hop, o'ylaymanki, kadrdagi basharam yugurib chiqmaydi. Keyingi mashqimiz buzzing yoki n tovushlarini ovoz tembirini pasaytirgan, iloji boricha eng past tembrda aytib o'tishimiz kerak. Har bittasini 10-15 soniya ushlab turishimiz kerak. Keyingi mashqimiz nafas chiqarishda gapirish. Chuqur nafas oling, keyin sekin nafas chiqarish paytida past ovozda matn o'qing. Ovozni nazorat qiling va bo'shashgan holatda gapiring. Hop, bizani sevimli ertaklarimiz tugadi. Boshqa ertaklarni o'qiymiz hozir. Ertak 3 o'g'il deb ataladi. Bor ekan, yo'q ekan. Qadim zamonda bir dehqon bo'lgan ekan. Uning o'chi ulug' bo'lib, tirikchiligi o'rtamiyona ekan. Bir kuni dehqon uzoq safarga chiqmoqchi bo'libdi. Yo'lga chiqish oldidan o'g'illarning yoniga chaqirib shunday debdi: "Men uzoq yurtlarga ketyapman. Har biringizga bir juft tovuq, o'rdak va g'oz berib ketaman. Men kelgunimcha ularning tuxumini sotinglar. Lekin pulini sarflamay yig'ib qo'yinglar. Keyin o'zlaringga kerak bo'ladi", debdi.
Dehqon to'ng'ich o'g'liga bir juft tovuq, o'rtanchasiga bir juft o'rtak, kenjasiga esa bir juft g'oz beribdi. Da jo'nab ketibdi. Beribdi-da jo'nab ketibdi. Oradan bir necha kun o'tgach, parrandalar tuxum qo'ya boshlabdi. Uch o'g'il tuxumlarni sota boshlabdi. Qo'liga pul tushgan katta o'g'ilning fikri buzilibdi. Tuxumning pulini yig'ib nima qildim? Dadam kelguncha yaxshilab o'ynab olay, deb o'ylabdi. Qabz qati tugagan, debdi. Dadam kelib tuxumning pulini so'rasa, tovug'ingiz tug'mas ekan deyman, degan xayolga boribdi. Unda o'tanu. Abzats. Mayli, xo'p. Dushnilo deydi, o'shamanmi. O'rtancha o'g'il oldin o'rdakning tuxumlarini, keyin o'rdaklarini ham sotibdi. Ikki aka-uka do'ppisini yarimta qilib yuraverishibdi. Kenja o'g'il esa g'ozning tuxumlarini yig'ib bostiribdi. G'ozlarini ko'paytirib, ularning tuxumini sotibdi. Otasi kelguncha anchagina pul yig'ibdi. Otasi safardan qaytgach, to'ng'ich o'g'ilni huzuriga chaqiribdi. U oldindan tayyorlab qo'ygan javobini aytibdi. Sen yaxshi odam bo'lmas ekansan. Qaraganimda kunimga as qotmas ekansan, deya ko'nglidan o'tkazibdi ota. O'rtancha o'g'ilni chaqirgan ekan, u ham yolg'on gapiribdi. Sen gapirganimda menga qarash tugul o'zingni ham eplolmas ekansan, deya ko'nglidan o'tkazibdi ota. Qaraganimdamish. Kenja o'g'il otasi gap so'rashni kutib turmasdanoq tuxum sotib yiqqan pullarini beribdi. Sen mehnatkash, yaxshi odam bo'lar ekansan. Oradan yillar o'tibdi. O'g'illar erga yetibdi. Ota avval ikki katta o'g'lini, keyin kenjasini uylantirib qo'yibdi. Ammo ikki katta o'g'ilning turmushi birinchi kundanoq o'xshamabdi. Ular tez orada uydagi bor bisotini sotib, yeb-ichib tugatibdi-da, yana otasining qo'liga qaram bo'lib o'tiraverishibdi. Kenja o'g'il esa tadbirkorlik bilan ish tutib, kundan kunga yaxshi yashay boshlabdi. Otasining hurmati joyiga qo'yib, izzat-ikrom ko'rsatibdi. Dehqon kenja o'g'lidan rosa xursand bo'libdi. Buni kanalim nomini ertaga hater deb qo'yamanmi? Yo'q, bu nimasi buni ertaga? Apa, qayta o'sha savol. Nimasi buni ertaga? Qani bu yerda mazmun. Bu yerdan yosh bola nimani o'rganish kerak? Aytinglar menga, nimani o'rganish kerak? Hozir mana o'qib chiqdim. Hop. Katta o'g'il, kichkina o'g'il, katta o'g'il, o'rtancha o'g'il oyisini adasini aldabdi. Topgan pulini yeb ichibdi. Hop. Ne otasi ularga yo'l yo'riq ko'rsatmadi. Ne aytmadi, bolam, sen bunaqa prikollaringni borib o'g'aylaringga qilasan, deb to'g'ri yo'l ko'rsatmadi. Ne urushmadi. Prosta o'ylab qo'ydi, bo'ldi. Bu yerda mazmun yo'q. Prosta kichkina o'g'il narsalarni sotib pul qilib bergani uchun uy yaxshi bo'lib ketdi degan gap to'poy gap bu.
Hozir men o'z hayotda, real hayotda nabrot kichkina o'g'illi hayoti o'xshamasligi mumkin edi. Hatto tadbirkor, puli ko'p, otasini hurmat qiladi va hokazo va hokazo. Lekin xotini bilan chiqisha olmasligi mumkin edi. Mumkinmidi? Mumkin edi. Xullas, bir kichik chuqurlashish bo'lsa ham, shuning uchun po fakt oladigan bo'lsak, ertakni ma'nosi yo'q. Bunaqangi ertaklarni iltimos yozishni to'xtatinglar. Bu bir. Yoki bo'lsam yozsanglar ham mayli. Lekin hammaga buni ertak deb chiqarmanglar, iltimos. Bu ertak emas. Hammaga e'tibor uchun rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar.